Malibuni sotib, pulini biznesga tikib qo'yib, hozir mashinasi qolib ketgan akalarimga mana akalar boshlang'ich to'lov 3000 bilan 21 oyga $400 qilib beramiz dedilar. Mashinani sostenasi chotki 59000 probeg. Bor yo'g'i 59000 yurgan toza mashina, yurishlari ham chotki, hadovoy motor, korobka endi 59000 da hali unaqa ishlari ham bo'lmaydi mashinani. Juda ham sostenasi zo'r. Yaxshi mashina ko'rsating degan so'ragan akalarim ham bor edi. Mana shu akalar ko'ringlar, mana mashinaning sostenasi juda ham zo'r holatda, yurishlari zakonni. Olasizlar, mana dovernost bilan chiqib ketadi mashina. Egalariga telefon qilib aloqaga chiqishinglar mumkin. Mashinaning sostenasi juda ham zo'r. Maza qilib haydaydigan mashina. Telefon raqamlarini Telegram kanalimizda ham qoldiramiz, videosini ham qoldiramiz. Telegram kanalga ham o'tib ko'rib olinglar. Hammalarni yangi yilinglar bilan tabriklayman. Mana yangi yilda 2026 ga yangi mashina niyat qilib qo'ygan bo'lsanglar, mana bugun 31-dekabr soat necha bo'ldi? Mana 8 dan 35 minut o'tganda mana mashinani hozir obzorini qilib qo'yganman. Bemalol agar navoda yangi yilga olaman desanglar, sraz aloqaga chiqib olinglar, bosib olinglar, bosib oladigan joyi.